Yarla hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, bolalar. Real bilan Qayrat o'yini bo'lgandan keyin jamoamiz Real Madridning keyingi uchrashuvi 4-oktyabrdan 5-oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da bo'lar ekan, Villarrealga qarshi. Shu o'yin boshlanguncha, ya'ni Villarreal o'yinigacha GIF konkursimizni tugatib olsangiz zo'r bo'lardi. Uning uchun sizlardan nima yordam? Qaranglar. Men obuna bo'lgan 42 ta obunachi, ko'p emas, 42 ta obunachiga podpiska bosasizlar, bittalab. Instagram описаниямda tagida Telegram kanal bor. Shu Telegram kanalga ham o'tib bitta podpiska bosib qo'yasizlar. Bo'ldi jigarlar. Hozir homiylarimizga o'sha 42 ta odamlarga 2,5 mingga yaqin podpiska kelgan. Xudo xolasa yana 2,5 mingtani yopib bera olsa, agar 5-oktyabrgacha Real bilan Villarreal o'yinigacha yopib bera olsa, xudo xolasa 5 ta forma, 5 ta ko'pda va glavniy sovg'a PlayStation Tour'ni hammasini bir kunda o'ynab olamiz jigarlar, gap. Faqat 5 mingta garantiya olib berishimiz kerak bolalar. Yopib bermasak bo'lmaydi. Sizlar ham endi poddeshka qiladigan vaqtinglar jigarlar. Davay, hozir mana videoni ko'rib bo'lishinglar bilan chiqib, sirazi 42 ta odamga bittalab podpiska bosib chiqinglar. Kuniga 1000 tadan yopilsa ham 2 kunda, uzoq 3 kunda yopib boramiz jigarlar. Davay, bosinglar shuni. Garantiya yopilib bo'lgandan keyin sirazi sovg'alarni o'ynab olamiz. Sizlar meni poddeshka qilsanglar, men sizlarga sovg'alarni beraman jigarlar. Faqat tezroq harakat qilishimiz kerak jigarlar. Shu videoni ham imkon boricha o'rtog'inglarga jo'natinglar, like bosib ketinglar, kommentariyada xudo xolasa men yutaman deb yozib ketinglar jigarlar. Omadingiz kelib, xudo xolasa balkim siz yutib ketarsiz jigar. Davay, bosamiz. Endi sizlarni galinglar poddeshka qilish.